Agar hozirgi aqlim bo'lganda, men ularni o'zim bilardim qayerga va qanday sudrashni. Va alhamdulillah hozir yosh jonimga 3 ta bolam bor va men ularni orqasidan yurishga majburman. Chunki ayrim ma'lumlarimiz qanaqaligini bilaman. Men o'zim hozir boshqa joyda bo'lsam ham, meni bolalarim 100% O'zbekistonda o'qishi shart. Aynan ta'lim sistemamiz zo'r bo'lganligi uchun emas, bizni insonlarimiz zo'r bo'lganligi uchun. Bizdagi madaniyat, bizdaqa insonlar dunyo bo'yicha yo'q. Aynan shu uchun meni bolalarim O'zbekistonda o'qishi shart. Va shunaqa travma bo'lganligi uchun men bolalarimni ketidan yurishim shart. Ya'ni tashqi xavf uchun emas, aynan maktabda yoki kollejda yoki universitetda xavf borligi uchun. Va 50 yildan beri bitta muammoni chaynamaylik deyishni o'zi noto'g'ri. Bu muammoga har xil taklif kiritish kerak, bu muammoni yechish kerak. Lichna meni birinchi taklifim bu ichki intizomlarga, ichki qonun qoidalariga e'tibor berish va ularni nazorat ostiga olish. Chunki ko'plab tashkilotlarda, ko'plab o'quv markazi bo'ladimi, boshqa bo'ladimi, ba'zida emas, ko'plab holatlarda bizni konstitutsiyamizni qonun qoidalaridan ustun qo'yishyapti, o'zini ichki qonun qoidalarini. Aynan mana shu narsani nazoratga olish kerak. Va o'quv maskanlarida bizni galstukimiz va kuylagimiz bizni bilimimizdan ko'ra muhimroqligi bu fakt. Va bu muammoni chaynamaslik emas, bu muammoni yechish kerak.